Navbatdagi universal granulyatorimiz soatiga 50-60 kilo chiqaradigan 220 da ishlaydigan roliga aylanadigan maski zatlimosli granulyatorimiz xudo xolasa Andijonga tayyor bo'ldi. Andijonlik Abbos akamiz xudo xolasa bitta super gidravlika bilan 220 da ishlaydigan granulyator xarid qildilar. Hozir bunda yem chiqarib ko'rsatib beramiz. Mol qo'ylar razmerida 6 mm. Qani boshladik. Xo'p. Akalar chiqarishni boshladi. Xudo xolasa hozir yerimiz tarkibida makka bilan kepedi o'zi. Qizig'igacha jimli uchoq holatda chiqarib turadi. Böyle kızı oldu, solu. Hurmatli obunachilar, mana qizib oldi, xudo xolasa. Yerimiz o'ta chiroyli chiqyapti. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-hafta bazanchilamiz, nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.